Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Yozyovon, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga yetib kelganmiz hozir. Ikkita 1.5 lik pechkamizni olib, standart razmerdagi, listlari qalin, to'rli pechkamizni olib, mana shu xonadonimizga kelganmiz. Xudo xolasa, mana shu ikkita xonadonga bittasi, mana ikkita xonadonga yana bittasi o'rnatiladi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1.5 bo'ladi, eni 50 ga, buyog'i 40 bo'ladi. Sizlar qaran to'rli bo'ladi. Oldi tarafida ham, orqa tarafida ham duxovkasi bo'ladi. Xonalari ham unaqa kichkina bo'lmaydi. 40-45 cm lik o'tirlar bemalol sug'oradigan bo'ladi. Listlarimiz qalin, rossiyskiy bomni qora listlar ishlatib qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin qalinligi. Xudo xolasa izolat qilmaydigan eng sifatli ishlarimizdan birilar. Akalar, kim shunaqa pechkalarimiz kerak bo'lsa, pastda nomlarni telefon qilinglar. Videoga like bos, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Undan tashqari Telegram, Instagram, TikTok sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har qisqa videolar, chiroyli rasmlar yuklab boramiz. Bu yerda mana ikkita xona tushgan, xudo xolasa. Mo'rlarni tashlab ketishgan ekan akamiz, yaxshi. Zo'r qilib. Hozir buzish jarayonlarini ham bitta video qilib, xudo xolasa. Buzilgan holatlarni ham bitta video qilib chiqarib beramiz. Endi 95 ochiladi, bo'yi mo'rigacha ochiladi. Ishlaring mumkin. Nariyag'ini ham bitta ko'rsatamiz. Hozir u yerda ustakalarimiz buzish jarayonlarini boshlab yuborishgan o'zi. Eslatib o'taman, manaqa har biriga 5 lik ugonlikdan, diametri 5 likdan, eni uzunligi 1.20 dan 3 tadan ketadi har biriga. Bu taxminan 4 ga 3.5 keladigan xona. Bu yerga ham akamiz chiroyli qilib mo'rlarni tashlab ketgan ekan. Xudo shu mo'rga moslab, ikkita xonani zo'r qilib istadigan qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Bu yerda mana buzish jarayonlari ketyapti. Hozir men ham o'zim ham o'sha buzish jarayonlariga qo'shilib ishtirok etaman, xudo xolasa. Hurmatli xaridorlar, sizlarga bir do'stona maslahat, shunchaki pechka oladigan bo'lsangiz, ustanovka qildiradigan bo'lsangiz, ikkalasini ham bitta odam bilan gaplashib, bitta odamga qildirganingiz yaxshi. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi pechkani boshqa odamdan olib, ustanovkasini umuman boshqa odamga qildiradigan bo'lsangiz, ertaga qanaqadir xudo ko'rsatmasa muammo bo'ladigan bo'lsa, yaxshi istamaydigan bo'lsa, pechkachiga chiqsangiz, pechkachi ustanovkadan noto'g'ri qildirgansiz, noto'g'ri o'rnatib qo'ygansiz deydi. Ustanovka qilib bergan odamga chiqsangiz, pechkangiz yaxshi emas ekan deyishligi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lib, iloji boricha bitta odam bilan gaplashib, bitta odamdan qildirganinglar yaxshi. Misol uchun bizda pechka ham o'zimiz qo'limizda, pechkaga ham garantiya beramiz, ustanovka ham o'zimiz qo'limizda, ustanovkaga ham garantiya beramiz. Pechka ham, ustanovkasi ham hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Pechka ham hamma sotuvchida har xil bo'ladi, ustanovkani ham hamma har xil o'rnatadi. Biz qilgan pechkamizga moslab ustanovka qilamiz. Bu yerda uyda razmerlari ham inobatga olinadi. Tepadagi zigzag chiqarishda pechkani ichidagi oborotlari ham, burilish burchaklari ham inobatga olinib, oborotlar qilinadi. O'zidan o'zi oborotlarni ko'paytirib, kamaytirib yuborilmaydi. Akalar, xudo xolasa joylarini ham ochib, qo'ldan kelgancha tekis ochishga harakat qilib ochib oldik. Mo'rlari tayyor ekan, xudo xolasa.
o'zini g'ishini bemalol o'ziga ishlatib olsak bo'laveradi, oshib ham qoladi. Ikkalasini ham tayyor qo'yganmiz. Narisini ham ko'rsataman. Mana bunisi ancha tekis ochildi xohlasa. Chekalarini qo'ldan kelgancha tekis ochishga harakat qildik. Endi mana shunga darsa pechkani o'tib qo'ysak bo'ladi xohlasa. Men mo'rlari tayyor ekan. O'zini g'ishi o'ziga bemalol yetib ortadi. Hormaylar akalar, mana pechkalarimizni ham bitqizib qo'ydik. Xudo xolasa ishlarimizni bitkizib, ikkalasini ham o'rnatib, yaqib, ko'rsatib, chiroyli qilib qo'ydik. Ko'rishinglar mumkin. O't yonyapti hozir bilinayotgansi. Yonishlari zo'r, xudo xolasa tortishlari ham o'ta go'zal. Mo'tadil ist beradi ikkita xonani xudo xolasa. Qilib, mana qilib issiqqina qishlaydigan bo'ladi xudo xolasa. Ham uyda ham bir chiroyli vid berib, chiroyli holatda turadi. Duxovkasida choy bor, bu narsa qaynaveradi bemalol. Bu narsa pishirsa ham bo'laradi. Bu tozalaydigan joy edi. Pechkani o'zida ham оборот bo'ladi. Biz qo'shimchasiga yana bitta оборот mana bu yerda qilib qo'yamiz. Mana akalar, ikkinchi pechkamiz. Pishirish bo'lsa ham iloji boricha tekis buzishga harakat qilganmiz. Tekis buzilmagan taqdirda tekislar urib chiqqanmiz chiroyli qilib. Ko'rishinglar mumkin. Buni ham xudo xolasa chekalari tekis yoqib qo'yganmiz. Yonishlari ham, tortishlari ham o'ta mo'tadil, o'ta go'zal yonyapti xudo xolasa. Mana tortishlar. Tepasiga оборот qilsak ham xudo xolasa zo'r qilib tortib oladi. Bitta perchatga qilib olish kerak bo'ladi. Mana bu ushlaydiganlargacha qizib ketadi. Gurullar xudo xolasa zo'r tortib beradi. Buni yopsa sekinlaydi. Ana. Sezgan bo'lsanglar, yopishimiz sirazi sekinladi. Bu o'zi aslida gazni garalga kiradigan joyi, o'tin ko'mir yoqiladigan bo'lsa, ligirovka vazifasini ham bajara oladi. Havo xuddi ligirovkasi. O'tsa tezroq yonadi. Mana. Yopsa sekin yonadi. Hech qanaqa ugar-mugar chiqmaydi bitta. Duxovkalarida ham choy qaynab, lis qo'yib ulanishib pishirsa ham bo'laveradi akalar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Videoga like bosishim esingizdan chiqmasin. Like bossanglar videomiz ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Xohlasa bundan ham qiziqarli videolar chiqadi, xudo xolasa. Yana har xil devorlarga o'rnatib berishimiz mumkin, har xil remontdan keyingi holatlarini ham qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, videolarni o'tkazib yubormasdan, bizni yo'qotib qo'ymasdan bemalol topib olasizlar. Misol uchun hozir qildirmarsiz buni, keyin vaqti kelib qildirishingiz mumkin. O'sha qildiradigan paytingizda topolmay qolmasligi uchun hozir kanalimizga